Bir stakan kofe sabab 15 yilga qamalishingiz mumkinligini bilasizmi? Aeroportda turgandim. Bir kishi kelib, "Aka, kofemni ushlab turasizmi? Tuflimni ipini bog'lab olay" deb qoldim. Bir soniya o'yladim. Olishim ham mumkin edi, lekin uzoqdan biz tomonga kelayotgan ikki nafar politsiyachini ko'rib, negadir kofeni olgim kelmadi. Uzr aytib, u odamdan uzoqlashdim. Chunki o'sha stakan ichida oddiy kofe emas, narkotik bo'lishi ham mumkin edi, deb hikoya qiladi hikoyamiz qahramoni. Eng yomoni, agar u stakan sizni qo'lingizga tushib qolsa, uni sizniki emasligini deyarli isbotlay olmaysiz va qayerdaligingizga qarab buning uchun 10-15 yilgacha ham qamoq jazosi berilishi mumkin. Men bilmagandim degan gap bu yerda umuman ishlamaydi. Va bu faqat stakan emas. Bu sumka bo'lishi mumkin, kolyaska bo'lishi mumkin, hatto duty free paket bo'lishi ham mumkin. Bunaqa odamlar aynan shuni yaxshi bilishadi, ya'ni ko'pchilik yordam so'ralgan vaqtda yo'q deya olmaydi. Va ular aynan shundan foydalanadi. Siz ularning narsasini qo'lingizga olganingiz bilan endi javobgarlik sizga o'tadi. U odam esa olomon ichida yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun hech qachon aeroportda yoki parvoz vaqtida begonalarning narsasiga tegmang. Kimdir yordam so'rasa shunchaki "Kechirasiz, begonalarning narsasiga tegolmayman" deb qo'yavering. Agar u odam xafa bo'lsa yoki sizni majburlashni boshlasa, bu deyarli aniq sxema. Unutmangki, kimgadir qilmoqchi bo'lgan yordamingiz o'zingizga juda qimmatga tushishi mumkin. Bu videoni albatta sayohatchi yaqinlaringizga yuboring va